Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz sizlar bilan ilk o'zbek diplomati mavzusiga to'xtalib o'tamiz. Ilk o'zbek diplomati Abdusamad Boboxo'jayev 1904-yilning 12-dekabr kuni Buxoro amirligining Sherobod bekligida, hozirgi Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida dunyoga kelgan. Abdusamad Boboxo'jayevning ilk faoliyati 1920-yilda o'z tumanida boshlagan. 1925-26-yillar oralig'ida Moskvada markaziy moliya kursini tamomlagan va moliya bo'limida faoliyat olib borgan. Abdusamad Boboxo'jayev 1930-34-yillar oralig'ida Leningradda moliya akademiyasini tugatgan va mudir lavozimida faoliyatini davom ettirgan. 1935-38-yillar oralig'ida Toshkent moliya iqtisodiyot instituti o'quv kombinatining direktori lavozimida faoliyatini davom ettirgan. 1938-yili Toshkent moliya iqtisodiyot institutida o'qituvchi sifatida faoliyatini davom ettiradi va 38-41-yillar oralig'ida Moskvada aspiranturada o'qiydi va o'qib yurgan paytida siyosiy iqtisodiyot bo'yicha dars beradi. Ulug' Vatan urushi davrida Markaziy savdo palatasi bo'lim mudiri lavozimida o'z faoliyatini davom ettiradi. Abdusamad Boboxo'jayev 1944-yili diplomatlar kursini tugatadi. O'zbekiston SSR Tashqi ishlar vazirligi bo'limi boshlig'i. 1944-48-yillar oralig'ida O'zbekiston SSR Tashqi ishlar vazirligi o'rinbosari lavozimida, 1948-52-yillar oralig'ida O'zbekiston SSR Tashqi ishlar vaziri lavozimida o'z faoliyatini davom ettiradi. Abdusamad Boboxo'jayev 1950-yili Birlashgan Millatlar Tashkilotining 5-assambleyasida nutq so'zlaydi. Bu nutqi O'zbekiston SSRdan qatnashgan birinchi diplomat hisoblanadi. Abdusamad Boboxo'jayevning keyingi faoliyati 1951-yildan fevral oyidan boshlab 54-yilgacha bo'lgan vaqt oralig'ida deputat sifatida faoliyatini davom ettiradi. Abdusamad Boboxo'jayev 1951-yili Singapurda bo'lib o'tgan Osiyo va Uzoq Sharq mamlakatlari savdo sanoatini rivojlantirish bo'yicha bo'lib o'tgan konferensiyada nutq so'zlaydi. Abdusamad Boboxo'jayevning faoliyati 48-yildan O'zbekiston Fanlar akademiyasida boshlangan edi. U 1949-yilda tarix fanlari nomzodi ilmiy dissertatsiyasini himoya qiladi. 59-yilda bo'lsa tarix fanlari doktori dissertatsiyasini himoya qiladi. Abdusamad Boboxo'jayev 1959-64-yillar oralig'ida Tarix va arxeologiya instituti direktori lavozimida, 64-yildan boshlab Sharqshunoslik instituti katta ilmiy xodimi lavozimida, 1968-yildan 1975-yilgacha bo'lgan vaqt oralig'ida Sharqshunoslik institutida bo'lim mudiri lavozimida faoliyatini davom ettiradi. Uning faoliyati O'zbekiston SSR tomonidan ham yuksak ordenlar bilan mukofotlanadi. U 1962-yili sharqshunoslik ixtisosligi bo'yicha professor ilmiy darajasini oladi. Abdusamad Boboxo'jayev bu yorug' olamni 1975-yili tark etadi. Bizni kuzatishda davom eting. O'zbekiston tarixining ochilmagan qirralarini sizlar bilan ochishga harakat qilamiz.